5 minut ichida 10 xil turdagi, har xil qiyinlikka ega bo'lgan turdagi kubik Rubikni terib beraman. Professional darajada 3 yildan, 4 yildan beri shug'ullanaman. Kubik Rubikni qisqa vaqtlarda terish hisoblanadi. O'zbekistonning 11 karra chempioni, 6 karra rekordsmeniman. Aynan men ko'rsatib berayotgan nomerim birinchi marta qilib beryapman. Bir vaqtning o'zida chap qo'lda 3 ta kubik Rubik teraman, 10 qo'limda ping-pong bo'ladi va uchinchisi 30 ta rasmni ketma-ketligini eslab qolaman. Kubik Rubik terish hech qanaqa matematika, fizikaga umuman bog'liqlik tarafi yo'q. Kubik Rubik asosan xotira bilan bog'liq. O'zbekistonda ko'rs turlarga qatnashib turmasdim. Sabab urovini yoqmasdi. Mana bu talantga keldim. Men o'zimni mahoratimni ko'rsatib bermoqchiman. Nomerimni ideal darajada ko'rsatib berishga harakat qilaman. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Boy siz bilan ko'rishdik. O'zingizcha bundoq qildingiz-da, bitta otganingizda shaq etib qo'limga tushib qoldi. O'shani qanaqa qilib qildingiz? To'g'risini ayting. Sekret saqlashni bilasizmi? Ha? Men ham bilaman-da. Aytmaysizmi? Sekret bu. Fokusniklar sekretini hech qachon aytmaydi. Mayli, yasashni o'rgating. Formulasi bormi? Da, bor. Siz o'rganishingiz uchun 7 ta formula yetadi. O'zi nechta formula bor? O'zi professionallarda juda ham ko'p formula bor. Men o'zim 119 ta formula bilaman. Nima uchun kerak sizga buncha formula? Prosta qiziqish, hobbi-ku bu men uchun. Talant. Jasurbek, unda sizni sahnaga taklif qilamiz. Omad va yorib tashlang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jasurbek, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizni tanishtiring. 8 yil asosan spid kubing bilan shug'ullanganman. 11 karra O'zbekiston chempioni va 6 karra rekordchisiman. Wow, zo'r. Barakalla. Bugun qaysi qobiliyatingiz bilan bizni lol qoldirmoqchisiz va biz nima uchun sizga ha deyishimiz kerak deb o'ylaysiz? Xo'p, hozir ko'rsatib beradigan nomerimni birinchi marta qilyapman. Bir vaqtning o'zida 3 ta ishni bajaraman. 3 ta kubik Rubikni chap qo'limda teraman, qo'limda 10 qo'limda ping-pong bo'ladi va doskadagi 27 ta rasmni ketma-ketligini eslab qolaman. Siz boshqa ishtirokchimizdan farqli o'laroq sizda raqam emas, balki surat ekan-da. Surat bo'ladi. Keyin eslab qolganimdan keyin 10 xil turdagi har xil qiyinlikka ega bo'lgan kubik Rubiklarni 5 minut ichida terib berishga harakat qilaman. Marhamat. Va mana shu 5 minut ichida shu yodlab qolgan rasmlarim miyamda turishi kerak bo'ladi. Qiyin joyi shu bo'ladi. Boshladik bo'lmasam. Savollar yo'q-a? Xo'sh, sizga nima yordam berishimiz kerak? Bizdan yordam kerakmi? Kubik Rubiklar buzib berishinglar kerak, o'zim buzmayman-ku. Qiyinroq buzib bersanglar. Давайте. Qiziqib ketdim. Mana bitta qo'lda yig'yapman. Bu har xil shakllari-ya. Bunaqalarini rostdan ham ko'rmagan ekanman men ham. Men tayyorman. Начинаем. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Bitta qo'lda qilib buni dahshat. Gap yo'q. Tayyorman. 5 daqiqada 10 ta kubik Rubik. Ketdi. Boshladik. Xo'sh, Bobur Yo'ldoshevni aynan mana shu qahramonimiz hayratda qoldira olarmikan? Zo'r.
eng qiyini, ranglar ko'p bo'ldi. Vaqt qancha yetaverasizlar? 3 daqiqa 39. Ikki yarim minut bo'ldi. Если честно, я сомневаюсь, что он успеет. Пятьдесят секунд. O'zim hayajonlanib ketyapman. Vau! Aniq ulguradilar, qarang. Urra! Urra! Молодец! Rekord 4,5 daqiqa, ровно 4 daqiqa 30 soniya. Ana endi suratlarni siz aytib berishingiz kerak. Almashtirib bersanglar taxlab berishim mumkin yoki ketma-ketligidan aytib ketishim mumkin. Keling, Alishtiringiz. ketma-ketligini aytib bersinlar. Stul, kaptok, rizetka, Так. O'zbekiston bayrog'i, yana To'g'ri. Mana shu mahoratingizni o'ziga men ha deyman. Buni O'rganganman. keyinchalik, keyingi etapda balki boshqacha qilib ko'rsatarsiz. No, to'g'rimi Bobur aka? Да. За кубики рубики, ха. Xo'sh, Jasur, sizda 3 ta ha bu degani siz keyingi bosqichga o'tdingiz va umid qilamiz keyingi bosqichda bizni yanada hayratlantirishda davom etasiz. sog' bo'lasiz. Omad, sog' bo'ling.